Erkak kishiga 40 ta hunar rozi deydi-yu. Xullas, maytfonlaring ularni shuni tushunmaysizlar. Ustaxonaga borgan yerindilaring, uy sharoitida qo'yishni tushuntirib o'taman. Xo'p, qanday idishda kira, to'k idishda kira. Xo'p, bu to'kdiki. Bu sariq simiz pasenka pilisi ko'rinadi. Bu ko'k sim antinoslitur. Asasi bu kalt, yarimta kalt hisoblanadi. Bu massa kuzovga qatarasizlar, yo'qsa birata massa yo'laysizlar, tamom. Oldi orqasini to'g'rilasalar, kalonkalar zo'r chiqaradi. Xo'p, yashil bilan siyoh rang orqa kalonkalar bo'ladi. Vatini baland beradi. Oldi kalonkalar kul rang bilan oq. Oldi kalonkalar bo'ladi. Xo'p, endi buni massa minus pilisi bo'ladi. Qarang. Bu besparasi bo'ladi. Bu pilis bo'ladi. Qora palaslari minus bo'ladi. Mashinasiga e'tibor berib o'ylaysizlar, chotki chiqaradi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar va podpishka deb tursalar, bundan manfaatli videolar qo'yib beramiz.